Assalomu alaykum talabalar. Bu videomizda biz pastki va yuqori mezenteriy arteriyaning 3G modelida ko'rib chiqamiz. Bu ko'rganingizdek aortadan keyin qon tomirlar chiqyapti. O'sha qon tomirlarning muhimlarini ko'rib o'tamiz. Mana bu qon tomirimizni bilamiz. Truncus celiacus degan qon tomir hisoblanadi. Truncus celiacusimizda 3 ta shox chiqadi. E'tibor beradigan bo'lsak, birinchisi bo'ladi bizda qaysi edi? Tak, oshqozonning chap tarafini qon bilan ta'minlaydigan arteria gastrica sinistra. Arteria gastrica sinistra bo'lyapti. Va yana bitta qon tomir shoxlanadi. Bu yerda bilamiz qaysi edi? Taloqimizga bo'ladigan qon tomiri nima deyiladi? Arteria splenica, to'g'rimi? Bu qon tomiri hisoblanadi. Arteria splenica hisoblanadi. Ya'ni bu taloqqa boryapti. Ko'ryapmiz? Taloqqa qon bilan ta'minlayapti. Va keyingi qon tomir arteria hepatica communis hisoblanadi. Arteria hepatica communis. Arteria hepatica communis ko'rib turibmiz. Bu umumiy jigar arteriyasi. Doimiy davom etmaydi. Qanchalik davom etayotganini ko'ribmiz. Ozgincha davom etib va u arteriya tarmoqlanadi. O'sha tarmoqlanadigan arteriyamizni ko'rib chiqamiz. Endi bu umumiy jigar arteriyamiz yana qon tomirlariga tarmoqlanadi. Bu tomirlar bittasi arteria gastrica propria degan qon tomir hisoblanadi. Arteria gastrica propria va arteria gastrica propria va arteria gastroduodenalga tarmoqlanadi. Umumiy jigar arteriyasi arteria gastroduodenalis bilan arteriya jigarning xususiy arteriyasi arteria gastrica propriaga qon bilan ta'minlanadi. Bu arteria gastroduodenalis. Bu arteria gastroduodenalis degan qon tomirimiz hisoblanadi. Ko'rib turibmiz, qayerga boradi? Gastro bu. Oshqozon, duodenum bu 12 barmoq ichak. Keyin umumiy jigar arteriyamiz, ya'ni umumiy jigar arteriyamiz arteria hepatica communis ikkitaga bo'lindi va bu arteria hepatica propria xususiy jigar arteriyasi o'zidan oshqozon arteriyasiga, ya'ni o'ng oshqozon arteriyasini qon bilan ta'minlaydi. Ko'ryapmiz? O'ng oshqozon arteriyasini qon bilan shoxlanyapti. Ya'ni arteria gastrica dextra degan qon tomir chiqyapti. Agar davom etadigan bo'lsak, darshi bu yerda xususiy jigar arteriyasi shoxlanadi. Mana bitta o'ng jigar arteriyasiga arteria hepatica sinistra dextraga shoxlanadi va arteria cystica degan, ya'ni o't pufagimizga qon bilan ta'minlaydigan qon tomiri shoxlanadi. Tak, bu yerda oshqozonning qon bilan ta'minlanishini qisqacha ko'rib o'tamiz. Yana oshqozonning qon bilan ta'minlanishida e'tibor beradigan bo'lsak, bu qon tomirlarimiz egriliklar bor, to'g'rimi? Chap egriligimizda egriliklarimizni qon bilan ta'minlaydigan arteria gastrica sinistra, ya'ni chap oshqozon arteriyasini chap egriligini qisqa egriligimizni qon bilan ta'minlaydi va shunda ham o'ng egriligimizda o'sha kichkina egriligimiz o'ng tarafini arteria gastrica dextra qon bilan ta'minlaydi. Ko'ryapmiz? Asosiy egrilikning asosiy qismini chap tarafdagi arteria gastrica sinistra ta'minlayapti. O'ng oshqozon arteriyamiz qisqaroq, kichikroq, distal sohasini asosan qon bilan ta'minlaydi. Tak, endi keyingi qon tomirimiz mana bu katta egriliklarimiz bor. Ko'rdingizmi? Egriliklarimiz qon tomirlariga kiribdi. O'sha yerdan qon bilan ta'minlaydigan arteriyalarimiz bor. Bu taloq arteriyasidan keladigan chap tarafni ko'ryapmiz. Taloq arteriyasidan katta egriligimizni qon bilan ta'minlaydigan arteria gastroamentalis bo'lib hisoblanadi. Bu egrilikda chap tarafni qon bilan ta'minlaydi. Endi bu o'sha egrilikda o'ng tarafni qon bilan ta'minlaydigan arteria gastroamentalis dextra. Bu qaysi qon tomiridan shoxlanadi? Tak, bu qon tomirdan shoxlanadi. Bu qon tomir gastroduodenalis degan qon tomirimizdan shoxlanar edi. Ya'ni mana bu umumiy jigar arteriyasi, mana bu truncus celiacus umumiy jigar arteriyasi, umumiy jigar arteriyasi. Keyin mana
gastroduodenalis, arteriya gastroduodenalis degan qon tomirimiz chiqardi. O'sha qon tomirdan keyin bizada mana egriliklarni o'sha mana bu yerda egrilikni ko'rdingizmi? Gastroamentalis. 10 gastroamentalis qon tomirlari, ya'ni katta egrilikni distal sohasini qon bilan ta'minlaydi. Va oxirgi qon tomirimiz fundus qismini, oshqozonning fundus qismini qon bilan ta'minlaydigan mana bu qon tomirimizni ko'rib turibmiz. Hozir ko'rib chiqamiz. Oshqozonning fundus qismini qon bilan ta'minlayapti. Bu arteriya gastrika brevis deyiladi. Ya'ni qisqa oshqozon arteriyasi. Bu fundus qismini qayerdan tarmoqlanar ekan bu qon tomir? Bu taloq arteriyasidan chiqadi. Juda ham yaxshi. Bu videoni yana ko'rib, buni yana bir miyangizga kiritib, rasmlar bilan mustahkamlab oling. Endi keyingi arteriyamiz bizada keyingi arteriyamiz arteriya mezenterika superior. Arteriya mezenterika yuqori mezenteriya arteriya hisoblanadi. Yuqori mezenteriya arteriyani ko'rib turibmiz. Aorta, ya'ni truncus celiacusning pastrog'idan chiqadigan arteriya hisoblanib, bu arteriya ichki a'zolarni qon bilan ta'minlash uchun shoxlar bo'ladi. O'shalardan birinchilaridan hisoblanadi. Mana bu arteriyamiz, ya'ni gastroduodenalis inferior. Arteriya gastroduodenalis inferior. Bitta ekan. Nima bitdim deyman-da. Mana pancreatidodenalis inferior ko'rtiribsiz, ya'ni oshqozon osti bezi va duodenim 12 barmoq ichakni qon bilan ta'minlaydigan, pastki sohadan qon bilan ta'minlaydigan qon tomir hisoblanadi. Arteriya pancreatidodenalis inferior. Uning anterior va posterior shoxlari bo'ladi. Bu anterior shoxi ko'rsatilgan va orqasida posterior shoxi bo'ladi. Bu bizda arteriya mezenterika superiordan tarmoqlanadi. Keyingi qon tomirimiz bizda arteriya kolika media hisoblanib, arteriya kolika media bu yog'on ichakimizda o'rta qismini qon bilan ta'minlaydi. Keyingi qon tomirimiz arteriya kolika dextra, yog'on ichagimizda o'ng tarafini qon bilan ta'minlaydi. Keyingi ichagimiz arteriya ileokolika hisoblanadi. Ya'ni bizda ko'richak bilan yonbosh ichakni qon bilan ta'minlayapti. Ko'rib turibmiz. Va oxirgilar bu yerda ko'rsatilmagan. Mana bu yerda tarmoqlar bor. Bu yerda tarmoqlar bor. Ya'ni arteriya ionalis bilan ilia degan qon tomirlarimiz bor. Ya'ni ingichka ichakni qon bilan ta'minlaydigan, bu yerda kesib olib tashlangan. Uni ham ko'rib olasizlar. Mana shu kesilganlar bu ingichka ichagimiz, ya'ni jejunum och ichak bilan jejunum bilan iliumni qon bilan ta'minlaydi. Keyingi qon tomirimiz bizdagi qon tomir bizda arteriya mezenterika inferior hisoblanadi. Arteriya mezenterika inferior ko'rib turibmiz. Mana mezenterika superiordan pastdan aortadan chiqyapti. Aortadan chiqqandan keyin bu qon tarmoqlanadi. Asosan 3 ta muhim qon tomirga tarmoqlanadi. Bu arteriya kolika sinistra, ya'ni yog'on ichakimizning chap tarafini qon bilan ta'minlaydi. Ko'ryapsiz? Keyingi qon tomirimiz bu qaysi ichak hisoblanadi? Bu sigmoidni ko'ribmiz. Aylana S shaklidagi ichak. O'shaning uchun shu ichakni qon bilan ta'minlaydigan bizda arteriya sigmoidalis deyiladi. Arteriya sigmoidalis degan qon tomir shoxlanadi. Ya'ni sigmoid mushakni qon bilan ta'minlaydigan. Keyingi oxirgi qon tomir bu qayerga ketyapti? Bu qaysi ichak? Rektum, ko'ryapsiz? Ya'ni arteriya rectalis superior. Ya'ni bu rektumda to'g'richakni yuqori qismini qon bilan ta'minlaydi. Rektumning past sohasini qon bilan ta'minlaydigan alohida arteriya rectalis inferior, yonbosh arteriyadan keladigan arteriya rectalis inferior degan qon tomirimiz bor. Bu 3G formatdagi truncus celiacus, arteriya mezenterika superior, arteriya mezenterika inferior qon tomirlarining ko'rinishi.